Aziz temir yo'lchilar, sizlarni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin, baxtimizga doim sog'-salomat bo'linglar. Bizani uzog'imizni doim yaqin qilasizlar. Umringiz uzoq bo'lsin. Fursatdan foydalangan holda O'zbekiston temir yo'llar aksiyadorlik jamiyatining barcha xodimlarini kirib kelayotgan 2026-yil bilan muborakbod etamiz. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik hamda zafarlar yor bo'lsin deymiz. Temir yo'l bor ekan, olisimiz yaqin bo'ladi. Fruktlarimiz ko'p bo'ladi, qornimiz to'q bo'ladi. Men o'ylaymanki, temir yo'lchilarning qilayotgan ishini ko'rib, ularning ishlarida sog'lik, salomatlik tilayman asosiysi va yangi yilda hamma niyatlarga erishishni xohlayman. Oilalarda ham tinchlik bo'lsin, privatliklarimiz ham omon bo'lsin. Mana shu yangi yilni yangi yil demasdan xizmat qilyapti. Sog'lik, salomatlik, yana bir bor tabriklayman. Yangi yil yaxshi yil bo'lsin. O'zbekiston temir yo'llari xodimlarining barchalarini kirib kelayotgan 2026-yil bilan samimiy tarzda muborakbod etamiz. Yangi yilda yangi rejalaringiz, orzu maqsadlaringiz albatta oshaversin. Bu yil ham nasib qilgan bo'lsa, xalqimiz bilan birgalikda yaxshi kunlarda, xursandchilikda kutib olamiz 2026-yilda. Tabriklayman. Hurmatli temir yo'lchilarimizni ajoyib bayram bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Yangi yil sizga omadlar, yangi baxt olib kelsin. Har doim yo'limiz ravon bo'lsin va siz biz uchun mehnat qilishda, vatan uchun mehnat qilishda charchamang. 2026-yil barchani xonadoniga quvonchli kun kelsin. Biz san'atkorlar aziz temir yo'lchilarga xizmat qilishdan hech qachon charchamaydi.